Assalomu alaykum qizlar. Bugun siz bilan ovqatdan keyin yeyishga ajoyib desert tayyorlaymiz. Xolodilligimizda bor narsadan foydalanamiz. Oldimizga kerak bo'ladi mana bunday katta tovoq. Demak, bugun siz bilan pirog, tvorogli va mevali pirog taxlaymiz. Buning uchun bizga kerak 1 kosa shakar, 1 kosa elangan un, razli-xetil. Xolodilligimda ozroq qaymoq bor, uni ham solib yuboraman. 3 dona tuxum, ozgina yog'. Qaymoq solganim uchun yog'imni ozgina soldim. Qaymoq solmaganimda 1 piyola solardim va kefir. Kefirga men oldindan 1 piyola chayin sodani aralashtirib, mana ko'pirtirib damini oldirib qo'ydim va xohlagan nachinkangiz, kimdadir yong'oq mayiz bo'lishi mumkin, kimdadir tvorog, menda tvorog bilan malinani aralashgan nachinkasi bor edi. Shundan foydalanamiz. Birinchi qiladigan ishimiz Bismillahirrohmanirrohim. 3 dona tuxumimizni chiroyli qilib chaqib olamiz. Dona tuxumni chaqib oldik. Endi bunga shakarimizni yarmini solamiz. Yarmini solamizda linchikda aralashtiramiz. Mikserdan foydalansangiz ham bo'ladi. Lekin menda mikser yo'qligi uchun linchikda foydalana qoldim. Qolgan yarmini ham solib olamiz. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Tuxum bilan shakar birga aralashib, oppoq ko'pik bo'lguncha shakarni eritib olamiz. Mana shakar tuxum bilan aralashib ko'pik hosil bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Endi qiladigan ishimiz mana kefir. Kefirni qarang qancha orasi g'avg'ay bo'lgan. Ana shunday bo'lish kerak. Bunda hozir menda 1 litr kefir. Duxovkamni katta patnisiga qilayotganim uchun o'zingizning qolipingizga qarab kefirni yarim litr yoki 1 kosa yoki 2 piyola solishingiz mumkin. Kefirni solamiz. Endi yana birgalikda aralashtirib olamiz. Mana aralashma massam mana shunday ko'rinishda keldi. Endi bunga erib turgan qaymog'imni solib yuboraman. Mana shu ko'rinishda. Qaymoq bo'lmasa sariyog'dan foydalansangiz ham bo'ladi. Oddiygina o'simlik yog'idan foydalansangiz ham bo'ladi. Va buni yoyilib ketguncha aralashtiramiz. Bilinmasdan mana yoyilyapti. Qarang, e'tibor bilan linchugini aralashtirganimizda. Mana shu qolmadi, mana erib, yoyilib, qo'shilib ketdi. Endi oldindan elab taxlab olgan unimni asta sekinlik bilan solaman. 1 kosa un. Bu hozir menda 1 kosa un. Razli-xetil. Bu ham elakdan elab olingan razli-xetil. Solib yuboramiz. Pirogim katta pirog bo'lgani uchun butun soldim. Siz ozgincha yarim qilib ishlasangiz ham bo'ladi. Va yana linchikda aralashib davom etamiz. Mana bu sal suyuqroq bo'ldi. Yana ozroqgina hamlik solaman. Unimdan 1 kosa unimni o'zi hammasini mana soldim. Qolmadi 1 kosa unimdan. Duxovkamizni oldindan 160 gradusga qo'yib past alovda qizdirib olamiz. Hozir menda duxovka qo'shilgan 160 gradusda. Duxovka patnisi toza va yuvilgan bo'lishi kerak, suv bo'lmasligi kerak, quruq holda. Mana ko'rib turganingizdek cho'zilib tushadigan xamir paydo bo'ldi. Endi bunga oxirida qiladigan ishimiz yog'imizni aralashtirib yuboramiz.
va yengil aralashtiramiz yana. Mana obunachilarim, ko'rib turganingizdek, xamirda quyuq ham emas, suyuq ham emas, xuddi mana shunday holda bo'lishi kerak. Mana massamiz tayyor bo'ldi. Endi buni duxovka listiga solib olamiz. Mana duxovka listini sariyog' bilan yog'lab olganman. Tayyor. Endi bunga tayyor xamirimizni solamiz. Bir tekisda solib oldik. Endi buni ustiga tayyor nachinkani solamiz. Bir xillikda aralashtiramiz. Tvorogni o'zini solsangiz ham bo'ladi. Menda endi aralashganligi borligi uchun shuni foydalanib qo'ya qoldim. O'zidan. Mana malinali va tvorogli nachinkamizni solib oldik ustiga. Endi buni qizib turgan duxovkamizga qo'yamiz. Mana 160 gradusda turadi duxovkamiz. 160 gradusda buni 40 minutda pishirib olamiz. Tayyor pishib chiqdi. Endi buni kesib ko'ramiz. Normal